Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Chekkaponlikda Turk bozorining arkasında sel yursak yo'l ochamiz yine. Chekka ziyat do'kon bo'ladi. Izmurud bog'cha tarafdan kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Girgan yerda 100 kvadratli 2 qavatli hovli joy. Ayrim jihozlari bilan xohlasanizlar marasasiz qoladi. Şimdi katta ko'chada joylashgan 100 kvadratli 100% tayyor, doğru gelib yashaladigan pod ключ. Kanalizatsiyalar elden çıkan, elden yurtusla kuyulup tuttu. Maşin koyuş için mestamız bu. Arkasında sergine kichkina bo'lsam atısı var ekan yurtdoshlar. Gaz sotchiklarimiz o'rnatilgan, svetlarni keyin o'rnatilgan. Seçen kısmından danışaveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. E'tibor ko'rasizlar, bu yerimiz dalan. Tak, o'ng tarafimizda yana duv konturni ko'cholimiz stabilizatorlari bilan o'rnatilgan, oboydan chiqqan gilamli döşərin turtdi oyoq temiz laminat 100%. Prixoj mebellarimiz ham sifatlisidan o'rnatilgan. Rakonelarimiz ham high-tech variantdan qo'yilgan. Devorlarimiz qoladi, prixoji qoladi. Rakonamiz qoladi. Ikkinchi qavatga ko'tariladigan lestnitsamiz. Tak, lestnitsaning tengida Şimdi bir место var. Ariston ham shira qo'yib turlar ekan. Bu qo'ymoqqa. Yan tarafimiz oshxonasi. Gaz plitamiz bor, top-toza. Kuxniy mebellarimiz bor. Sostenasi yaxshi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Yan tarafımızda yine şarşik pişiriş için mestamız bu. Yan tarafımız sandıdır buladı. Eşiklerimizden svetli yaxşı eşikten o'rnatilgan. Perdelerimiz kıstırılgan. İkinci qavatni göremiz. Tak, o'ng tarafimizda spalni joylashgan. Bu yerdan yurtuslarni mebellarimiz toza qo'yilgan. Tumbalari bilan, shkaflarimiz bilan, oljalari bilan. Bu yerimiz ham oboydan chiqqan. Ost tarafga tushgan oynasi bor. Bu yerimiz zal. İkkilemchi asosundan chiqadi. Yurtdoshlar kredit etib olsangizlar bo'ladi. Zalimizdan yurtdoshlarga gilamlar döşəlingan. Patologlarimiz ishlangan. Asuşiyana berilgan. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 400 milyon so'm. Ayrim jihozlari bilan ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'ling, ishlaringiz omon bo'lsin.